Yozga mos eng takrorlanmas va o'zgacha ta'mni sevadiganlar uchun ayni muddao. Hali bunaqasini hech kimda ko'rmaganinglar aniq. Lavash xamiridan salat tayyorladim desam ishonasizlarmi? Unda videoni oxirigacha ko'ringlar. Tayyor lavash xamirlarini olamiz, mayda to'rtburchak shaklida to'g'raymiz. Baqlajon va tovuq filesini ham aynan shu ko'rinishda to'g'rab tayyorlab olamiz. Endi birin-ketilikda qozonga ko'proq yog' quyib, lavashlarni qizartirib qovuramiz. Ketidan o'sha yog'da baqlajonlarni ham pishguncha qovuramiz. Eng so'ngida tovuq filesiga har xil ziravorlar qo'shib qovuramiz va pishgandan so'ng uni ham bir chetga olib qo'yamiz. Salatimizning eng mazali qismi sousini tayyorlaymiz. Uning uchun suzma, uni ustidan tuz, yetarlicha chesnok va ukrop qo'shib aralashtiramiz va tayyor. Salatni dasturxonga tortishdan oldin yig'asizlar. Eng avvalo tarelkamizga juda mazali sousni yupqa qilib surtasizlar. Shu tariqa baqlajon, tovuq filesi va eng ustidan qarsildoq lavash va qarabsizlarki tayyor. Ayni mavsumga mos bu salatni albatta tayyorlab ko'rishinglar shart. Videoni shu salat sizga tayyorlab berish kerak bo'lgan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Like va podpiska bosish esingizdan chiqmasin. Izohlarda o'z fikringizni kutib qolaman. Hammaga yoqimli ishtaha.